Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Barchangizga tinchlik, xotirjamlik, sihat, salomatlik tilaymiz. Do'stlar, 2,5 yil oldin biz faoliyatimizda barakali Surxondaryo Hisori qo'ylari bilan Obidjon birodarimizni uyidan ilk videolarimizni chiqarib boshlaganmiz. Oldinlari yaxshi qo'ylarni qo'ydik, undan keyin qo'chqorlarni qo'ydik Obidjon ukamizdan. Ular hammasi o'sha sifatli qo'ylar, sifatli qo'chqorlar juda tez sotilib ketaverdi. Bu inson shunday insonki, mendan ko'ra yaxshiroq mutaxassislikka ega. Bilimlari, ilmlari o'ta kuchli, yaxshi. Qo'ylarni ham, qo'chqorlarni ham har birini did bilan tanlashda tan olish kerak. Nima deydi? Zo'rdan zo'r ko'p deganday, u juda ilmi yaxshi. Hozir qo'chqorlarini sotuvga chiqaryapmiz. Bu qo'chqorlarni ham har birini nima deydi? Nasl uchun tanlab olib 1 yil, 1 yil o'tgan yil shu kecha kunduzdan boshlanganda bular tarbiyasi. 1 yil bo'ldi. 1 yil bo'ldi. 1 yil buni tarbiyasi qilindi. Shundaymi? Shunday. Kechasi boqilib, tarbiyalanib, yurib, tongi shabodalarni yeb, kechki o'tlarni yeb, tog'u, cho'lu hamma joyda pishiq bo'lib, chidamli bo'lib, o'sha qo'chqor 1 yil mobaynida tayyorlanadi. Va mana shunday u yana 1 yil tayyorlanganlarni ichida, misol uchun uning ichidan ham bitta yarimta chiqib yoqmay qolganlari bo'lsa, ulardan misol uchun chiqarib tashlanadi. Eng saralari, eng naslga boblari chiqarib qo'yiladi. O'tgan yili o'sha sotilgan qo'chqorlarimizdan juda ko'pchilik o'sha qanchalik xursand bo'lib, shu paytgacha rahmatini aytib, juda bir boshqacha emotsiyalar bilan berilgan. Do'stlar, videoni to'liq o'tkazmasdan ko'rasizlar, laykni, poddershkani bosasizlar. Biz sal oldinroq juni olinmagan holatda buni chiqargan edik. Juda ko'pchilik bizga bog'landi. Biz sabr qilasiz, 15 kun, 20 kunda sotuvga chiqaramiz dedik. Mana sal 20 kundan o'tdi shekilli. Mana o'sha qo'chqorlarimiz sotuvga chiqdi akalar. Endi bemalol bog'lanib gruppalarga va tanish bilishlarga podlista qilib qo'yamiz. Yana bitta narsani aytib qo'yay, bu qo'chqorlarni 1000 marta eshitgandan ko'ra 1 marta ustida kelib ko'rganingiz afzal. Chunki o'tgan yili bir video qildik, bir ikki haftadan keyin yana bir video qildik, shu bilan sotilib tugab ketdi. O'shanda juda ko'pchilik negativ bildirdi. Negativ bildirgan odamlarni o'zi kelib ustida ko'rgandan keyin fikridan qaytib, o'sha o'ylagan pulidan ziyod pulga olib ketdi. Shunaqa bu. Shunday aka, qarang, internetda endi katta narsa mayda ko'rinadi, mayda narsa katta ko'rinadi. Ana shunaqa. Kelib ko'zi bilan ko'rgan odam o'zi ishonch hosil qiladi nimaligini aka. Ana shunday akalar. O'zi aka bilan ko'p ochish buzmagan, ushlab ko'rsatamiz, video davomida ko'radi aka. Yaxshi. Xo'p, bu eng kattasi mana shu. Katta aka, panji bu aka. Panji, shishak bir-biridan qolishmaydi ko'rganingizdek. Bu shishak aka. Xo'p, hammasi dala sharoitini o'zida yurgan. Shunday aka. Ma'lumotlarni to'liq aytib ketaveramiz. Bo'ylarigacha ko'rsatamiz, nima qilamiz? Ko'rsatamiz aka. Bo'ylarigacha ko'rsatamiz. Bo'lmasa qolgan ma'lumotlarni video davomida berib ketaveramiz. Yaxshi. Bu qo'chqorimizni biz o'lchagandik. 1 metr kelganda, buni salkam 1 metr o'lchab ko'ramiz aka. Buni 1 yil emas, 2 yil ham o'lchagandik. Bu endi boshlanishi shundan boshlangan. Bu qo'chqorni juda ko'pchilik o'tgan yil 30 millionga bermagan adashmasam. Shunday aka. 30 gacha bahosi bo'lgandi, berilmagandi. Xudo xolasa endi bir qiziqqanlari chiqsa, xudo xolasa bu ovoziga beramiz endi. Munchoqlari bor, xislati juda yaxshi qo'chqor do'stlar. Nima deydi? Bu ko'zlari olingan, yaxshi qo'chqor bo'lgani uchun ham mana hozir salkam bu yil 2 yil, bu yil 3-yil bo'lyapti. 3-yil bo'lyaptiki, bu sotkisi kelmayapti, lekin bu qo'chqorni sotishga hozir men metrda olib kelayda. Hozir mana metrimiz bor shu yerda. Bir bo'ylarini ko'rsatamiz do'stlar. Qarangizlar. Xo'p, mana metrimiz qani? Bu yoqdan qo'ying. Yaxshi. Mana qo'lni qo'ying. Men ushlab turaman. Qo'lni qo'ying. O'sha 97 ni uryapti. Yaxshi, 97 ni uryapti. 98, 99 ham chiqardi-da jonivar. Mayli. Bo'ladi. Zo'r. Gap nimada emas, просто ko'zini juda zo'r tushirgan. Buni o'zingiz bir baholab keting-da. Men endi aka bir juniga o'zi qaychi urmaysiz aka buni. Oldi bilgan odam biladi, mana qarang. Qalinligi, boshqasi. Endi keyin aka bir xil aytadi, qaychi urmar ekan degan gapim bo'lib qolyapti, o'zi tulaydi.
o'zi tulaydi ekan deb bir yil olib yurmaysiz-ku, bir ana yil shunday ekan. ana shunday Uni vaqtida junni olish kerak aka. e'tibor berasiz dumalariga, qalinliklariga. Qo'chqor o'ta zo'r qo'chqor haqiqatdan. Buni menimcha har bir chetdagi emas, har bir o'zimizda surxondaryoliklar olishni orzu qiladi. Buni ko'pchilik biladi, o'zimiz chorvadorlar. Mana shunday. Xudo xolasa nasib qilganiga beramiz a. Bu shishak-a? Bu shishak aka. Shishak. Buni bir ko'ramizmi? Buni nimasini, tishlarini bir ko'ramiz a buni. Buni Buni qo'yib qo'yib bering. beraman. Mana aka, Endi nimani olib o'zim ko'rsataman. Qani, nima ekan bu? Mana shishakka chiqqan ekan do'stlar. Shishakka chiqqan ekan. Endi bu yog'iga o'zim sizlarga chiroyli qilib yoritib boraveraman do'stlar. Mayli. Qani? Nurjon, bu shishak a? Buni ham bo'yini bitta ko'rsatamizmi? Qora brilliant deymizmi? Nima deymiz? Buni ko'kraklarini, tushlarini chiqib turishini, sifatiga e'tibor bering. Bular aka Qo'chqorda qalinligiga e'tibor bering. Kinnik qismlarini qanchalik yerga yaqin bo'lib turib, qovurg'alarining keng kelishiga e'tibor bering. bo'y bermaydi, Bo'y bermaydi. Haqiqatdan sifat ideal, sifat zo'r. Karbonos desangiz, karbonos Hamma joyda muammosi yo'q. Hozir bo'ldi, qo'yavering, men stabilizatorni ulab olaman, videolarni davom ettiramiz. Do'stlar, amallar niyatga bog'liq. Har bir xonadonda mana shunday yaxshi, sifatli, qirriq, junli, sifati ideal, har taraflari kelgan har qanday aybu nuqsonlardan nima deydi? Aybu nuqsonlari yo'q. Mana shunday qo'chqorlar hammaga boqish nasib qilsin. Agar siz qo'y tanlashda yaxshi qo'ylarni olgan bo'lsangiz, qo'chqor tanlashda ham adashmaydigan bo'lsangiz, albatta uyda o'sha nima deydi, barakasi erkak kishiga bog'liq bo'lganday, qo'chqorda ham mana shunday yaxshi qo'chqorni agar oladigan bo'lsangiz, u pullaringiz yo'q bo'lib do'stlar ketadi. Qarangizlar, aytaylik, bitta qo'chqorni 10 million, 15 million baholaydigan bo'lsak, agar misol uchun, agar 10 millionga bitta qo'chqor oladigan bo'lsangiz, e'tibor bering. Buni 20 ta qo'yga qo'shadigan bo'lsangiz, endi uni 40 ta, 60 ta qo'yga ham qo'shasiz. 20 ta qo'yga qo'shgan taqdiringizda ham, o'shanda ham har bir qo'zisiga 500 mingdan ilinyapti. Ertaga sizga 1 yilga qo'chqorni puli chiqib ketib qoladi va sizni qo'rangizda mana shunday nasldor qo'chqorlar qonidan paydo bo'ladi. Urg'ochi qo'zilarini esa nasl uchun olib qolib, bundan-da kuchliroq qo'chqorni qo'shib, siz qo'ylaringizni sifatini yuqori darajaga olib chiqasiz. Mana shu narsalarga biz e'tibor beraylik. Songa emas, sifatga ishlasak, mana shunday natijalarni har bir kishi xonadonida ko'radi. Qarangizlar, 6 oylik qo'zilaringizni aytaylik yoki 5 oylik, 6 oylik qo'zilaringizni 20 kilo, 30 kilodan qilib sotganingiz ma'qulmi yoki yaxshi qo'chqorni olib, ana ularni bollalarini o'sha 50 kilo, 50 kilodan plus qilib natijaga erishtirib sotganingiz ma'qulmi? Do'stlar, gaplarimizga tushundingiz shekilli. Rahmat hammaga e'tibor uchun. Obijon, endi bularni bir-bir ushlab, holatlarini, sifatlarini ushlayveramiz aka. bir yog'idan shoshilmasdan, bir yog'idan ko'rsatavering. Bu qo'chqorni ichiga kirgan odam adashib qoladi, qaysi birini tanlasam ekan deb. Ana shunday, qani? Ana shunday bo'ladi. Mana qo'chqorni qarangizlar. Toza qo'chqor, umuman ayblari yo'q. Zo'r. Shishakka chiqdimi? Shakacha yoribdi aka bu. Yoribdi, mana. Bo'yini ham qarang, bo'ylarigacha bir ko'rsatamiz akalar. Qarangizlar, bo'ylari ham 92 ni uryapti, yashang. 90 plus minusda aka endi. 95liklari ham chiqadi ichida aka. Lekin hammasi ves borasida aqlli shoshiradi bular. Bitta chorisi bor aka mana. Bitta mana shu chora. Yashang. Bitta panji, bitta chorisi bor. Bitta chora, bitta panjisi bor ekan. Boya ushlaganimiz panji qo'chqorida. Katta panji. Kashdan, qora, har qanday rangidan topaverasiz. Zo'rlarini qarangizlar. Bu chorisimi? Bu altish ham yormagan bo'lish kerak bular aka. Yo'q. Sal oldini chiqaring qani. Ana shunday bo'ladi. Voy, bu nima baroydi? Mashalloh. Qani. Voy do'stlar, tish ham yormagan ekan. Mana buni qarangizlar. Zo'r deshidan zo'r chiqadi-da, aytayman-ku, bular aqlli shoshiradi. Ustida kelib ko'rgan odam, voy, buni qarangizlar. Haqiqatan ham bu ham o'sha 90 plus turyapti. Lekin vid, eksterior har taraflama juda zo'r. Mana. Ana shunday. Gap yo'q. Oyoqlari, stoykalari tekis. Qalinliklari, uzunligini ham qarang. Zo'r. Balandligi bilan bir xil ekan. Kalalari ham har taraflama zo'r. Kashdan qarangizlar. Bitta mana shuna qanaydir o'tkazish kerak-da.
bir o'tsin, o'tkazadi. bir Ana o'tsin, shuni qaytarib o'tsin, oladi. mayli. Qarang. Sal ana shuni o'tsinda. Ana yoyilib bitta ana shuni o'tsin. Ana shuni o'tsin. Qayramiz keyin. Ana shuni o'tsin, keyin qayramiz. Kiyik turishlarini qarangizlar. Mashallah. Do'stlar, sovutish kerak emas. Tayyor sportivni holatda yuribdi. Qo'yga qo'yishga tayyor holatda. Mana qaytarib yana bitta ko'rsatamiz qo'chqorlarimizni. Ovijon, kashtanlari nechta? Kashtani ham bor ekan. Kashtanni ham ushlab ko'rsating. Bitta kashtanni ushlang, o'rtaga kiryapti. 1 metrda ushlandi. Endi kashtanni ishqibozlari bor. Lekin bu yerda asosan o'sha sifatga juda qattiq e'tibor bering akalar. Umuman adashmang. O'zim shaxsan menga Asror aka tanlab bering desangiz, shu qo'chqorlarning ichidan bittasini shunday ko'zimni yumib, shunday borib bittasini ushlasam, o'shani olib ketavering. Bu yerda bir-biridan o'sha qolishmaydigan, mana shuna bir-biridan ziyod bu ham tish yormagan. Bu ham tish yormagan. Qo'yavering, mayli. Xo'p, mayli, buni ham o'lchab ko'rsatavering. Ma'qul. Bu ham 90 tagida, yo 90 ekan. Aka, bu yerda 85 lik qo'y yo'q. Yo'q. 90 plus minus. Qo'zidan inish shakli chiqadigan, ha? Shunaqami? Qo'zi tishda turibdi aka. Yaxshi, mana ko'p qo'zi tishda turgan ekan. Obijon, bularda endi narxini nima deymiz, bularda bir men uchun bebaho qo'chqorlaringiz. Haqiqatdan men boya videoning boshida aytganimdek, 1000 marta eshitgandan ko'ra 1 marta ustida kelib ko'rgan odam o'sha ololmay ketmaydi-da buni ustidan. Asror aka, 1 yil bo'ldi chiqqanimizga-da, shu qo'chqor o'tgan yil chiqardik. Undan beri men videoga chiqqanim yo'q, bilasiz. Negativchilar aka, menga qarang. Qo'ying, narx qo'ymaymiz aka. Kerak odam o'z telefon qilib kelishamiz aka narxini. Hozir qo'ysangiz 2 ta qo'ydi bahosi bo'ldi, 3 ta qo'ydi bahosi bo'ldi bo'ladi aka bu yerda. Bo'ldi. Bu fikringiz ham ma'qul menga. Aytganingizdek 1 yildan beri ko'rinish berganingiz yo'q. Sizni taniganlar, o'zi bilganlar, aytganingizdek qo'chqorni tushunganlar, o'sha zot uchun yaxshi qo'chqor olib, qo'ylarimiz sifatini yaxshi qilaman deb bilgan, tushungan odam aloqaga chiqib so'raverasizlar. Bu yigitning ham gapi menga ma'qul do'stlar. Chunki ko'pchilik tushunmayapti bizni. Biz qancha jon kuydirib, ma'lumot berib, shuncha viloyatlarga shuncha yaxshi qo'ylarni sotib, ular chorvalari bilan maqtanadigan darajaga olib chiqsalar ham baribir ko'pchilik tushunmayapti. Aka, shu darajaga bo'lyaptiki, misol uchun mana shu aytaylik, bizdan bitta qo'chqorni kimdir oldi yoki bir 20 ta qo'ydi oldi, uni 20 ta ekspert kelib baholab ketyapti. U ekspertda bittasi traytorchi, bittasi svarchik, bittasi taksi, ularda umuman haligi nima deydi, kasbi boshqa narsa kelib, lekin ekspertlik qilib ketib, haligi qo'yni egasini ham qo'ydan ko'ngli qoldiradigan darajaga boradigan sharoitlarni ko'ryapmiz. Lekin oradan 1 yil o'tgandan keyin kelib qo'zilarini qo'yni olgan narxida berasizmi deb so'rab, aka shunaqa degandingiz-ku, bo'lmaydi degandingiz deganda o'zlari uyalib qolyapti. Shunga e'tibor bering do'stlar. Hamma ham sifatni ustida nima deydi, aqli yetmayapti. Lekin buni boqib ko'rgan odam bilyapti va 1 yil boqib ko'rgandan keyin o'sha qolgan o'zini mahallasidagi qo'ylardan katta rezultat, katta farq qilgandan keyin tushunib yetyapti. Mana shunday. Har bir ishni o'z mutaxassisi bilan bog'lanib ish qilsangiz, albatta hech qachon siz yutqizmaysiz. Bir yuruvlarni yana bir ko'rsataylik bularni. Kun tikka kelgan paytda biz videoni olib boryapmiz. Kun tikkaga kelgan paytda. Qo'y dam oladigan vaqtida hozir. Qo'y dam oladigan paytda biz qo'ylarimizni bu yoqqa bezovta qilyapmiz. Manzilimiz Surxondaryo viloyati Denov tumani Qoraxon mahallasiga kelaverasizlar do'stlar. Albatta aloqaga Telegramdan bog'langan, qo'yilgan nomerlarga Telegram bo'ladi. Bog'langaningizga sizga lokatsiyalar tashlab beriladi. Haqiqatdan mashalloh deydigan, tarqatadigan qo'chqorlarimiz, akalar, umuman adashmanglar. Bunaqasiga shoshilib qolamiz, chunki hozirgi nima deydi, yil hisobiga oladigan bo'lsak ham, albatta eng zo'r qo'chqorlarimiz hozir sezoni ketyapti. Eng yaxshilarini sezoni ketyapti. Mana do'stlar, hali bozorga chiqqaningizda ham haligi ozroq kutib tursangiz narx tushadi. Bozordan qo'y olaman deb biroz kutsangiz narx tushadi, to'g'ri.
lekin narx nimani hisobidan tushadi? Yaxshi qo'ylarni sotib bo'ladi-da, keyin oxiriga misol uchun narx sekin tushib boshlaydi. Shuning uchun avvalida olishga harakat qiling. Aka, qarang, bozor degandayda o'tgan yil qo'ydik $1000 dan baho qo'ygandik o'tgan yili. Eslayman, ha. Bozorga chiqarib $1200 dan sotdim men. Shunaqa bo'luvdi. Shuni mana shu qo'chqorlar bozorga chiqsa, kelgan odam panji deb so'raydi aka, qo'zi deb eshak demaydi aka buni. Shunaqa bo'luvdi. O'zingiz ham hozir chori deyapsiz, ushlayapman qo'zni ko'ryapsiz-ku. Ha, u ham bu Mana gapingizga ham qo'shilaman. Mana shular ham qo'zi bo'lish kerak hali. Ko'pi qo'zi dedingiz-ku. Tish yormagan bo'lish kerak. Mashallah. Yoribdi aka, mana endi yorib. Endi yoribdi. Endi oralari ham ochiq-ku. Endi yoribdi. Bo'ldi, shakka chiqdi deb aytaveramiz. Ikki tishda endi emas aka buni. Kuzga borib choriga chiqadi. Yo'q. Kuzga. Yanagi yil bahorda endi xudo xolasa. Ha. Yaxshi, yaxshi. Mana aka, mana ular. Mana birini qarang. Voy, buni uzunligini. Panjidan uzun aka bu. Uni ham munchog'i bor ekan, ha? Buni munchog'i, bu ham bor ekan. Ha, bunda ham bor ekan. Mashallah. Bu ham yoribdi. Bu ham yoribdi. Endi suyak yorganiga yana o'sadi bular, ha? Aka. Yana o'sadi. Do'stlar, tomosha qilamiz. Ko'proq tarqatib qo'ysak, hammamizga manfaatli bo'ladi. Obidjon, videolarimiz ham ancha vaqtni egallab oldi. Xudo xolasa savdolarini barakasini bersin deb tilab qolamiz. Ko'proq tarqatib qo'yishni unutmangizlar. Hammaga yaxshilarni boqish nasib qilsin do'stlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.